Happy dam olish kuni. Bugun dam olish kuni bo'lishiga qaramasdan, TOEFL IBTni yangi versiyasini mock imtihonni topshirishga qaror qildim. Bu imtihonni albatta o'zimga yaqin va qadrli bo'lgan Topskor test markazida topshirdim. Topskordagilar iliq kutib olishdi, kofe bilan mehmon qilishdi va albatta tashkiliy qismlari Topskorda a'lo darajada. Amerika ta'lim tizimida ikkinchi magistraturasini qilayotgan inson sifatida, student sifatida TOEFL IBT strukturasi yangi versiyasi zamonaviy ehtiyojlarga mos va xos qilib tuzilgan. Ya'ni readingda endi siz qisqa tekstli o'qiysiz, ya'ni uzun tekstlardan voz kechilgan. Va listening, writing, reading qismlari ham hozirgi kunda e'tibor qisqarganini hisobga olgan holda qisqa topshiriqlar tuzib chiqilgan va hammasi Amerika ta'lim tizimida yoki umuman chet el universitetlarida o'qishingiz uchun sizni mahoratingizni oshirishingizga yordam beradi. Albatta imtihonga ko'proq praktika qilib kelish tavsiya qilinadi. TOEFL IBT yangi versiyasi bo'yicha yana qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, albatta izohlarda kutib qolaman.